17. ders Gunahi kebirler to'g'risida. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Tuvanda dehqonlarga Ustoz Abduvali Qori rahimahulloh darslaridan tanlanmalar. 17. ders Gunahi kebirler to'g'risida degan temani o'qiymiz inshaalloh. Ba'dahu billahi minashshaytonirrojim. 17. ders Gunahi kebirler to'g'risida. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani eğer sizler men'i kılıngan çoğun günahlardan saklansanlar Kerimimizge elip küçük günahlarınlarını yok çıkarımız ve sizlerini esil makanğa yani cennet kirgizimiz deydi. Sure Nisa 31. ayet. İnsan nurgun günahlardan kaytırılgan lekin şu günahlarının çoğunları yani Gunahi kebirler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi mübareklerde aşı günahlarının içindeki en kattılarına işaret kılıp şundak deydi. Bu hadis sahih hadislerden bulup İmam Bukhari, İmam Müslim'nin hadisleri keltirilgen. Gunahi kebirlerin içindeki en çoğu Allah'a şirk keltiriş. Bu yerde şirik Gunahi kebir değilmigen. Gunahi kebirlerin katısı Allah keçirmeydiğin günahtır. Nahak Adem öldürüş. Allah Teala bunu hem keçirmeydi. Çünkü Allah Kur'an'da mundak degen. Yani kimi ki bir mümini kasten öldürürken onun cezası cehennem boludu. O cehennemde mengü kalıdı. Allah'ın gazibige ve lanetine düşer buludu. Allah onun ahirette kattık azap tayarlaydı. Ata anaga asi buluş, yani ata ananın şeriyetke muvafık bolgan buyruklarga itaat kılmaslık kattı günah buludu. Yalgan guvahlık beriş. Yalğançılık orunlarda guvahçı bolup turuş. Birer adamның zərərige yalğan guvahlık beriş. Mana bula Gunahi kebirlerinin kattısı hesaplandı. Gunahi kebir degende fuqahala Allah ve onun Resulüge asi bolgan, dünyada had yürgizildiğen ve ahirette azap boludiganlığı ayet hadisler bilen agahlandırılgan günahlarını köstüdü dep tabir berişken. Gunahi kebirlerinin sani hakkında Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu 7 halak kılık için esedin çekilinanla degen hadiske işaret kılıp Gunahi kebirler 7'den köre 700'ge yakınrak degen işkenler. Gunahi kebirler köp. Lekin Gunahi kebirle istiğfar bilen ketidi. Yani bir adam gunahi kebirini kılıdı. Hem onu sadır kılganlıkını bilip istiğfar etse o gunahi kebire bulmaydı. Gunahi kebirlerden başka gunahi sagirler yani küçük günahlar var. Gunahi sagirlerini devamlı kıyganda o gunahi sagire bulmay gunahi kebire aylanıp ketidi. Demek Gunahi kebirini sadır kılıp istiğfar etse o yok buludu. Lekin gunahi sagirini küçük sanıp onu devamlı kıysa o gunahi kebirge aylanıp ketidi. Gunahi kebirinin dercileri de farklar var. Şularning bazıları hakkında to'xtalib o'tmoqchiman. O'tganki darslerimizde biz ularning bazılarını sanab o'tgan. Lekin biz bu yerde delillerini keltirmezden Gunahi kebirlerinin bazılarına işaret kılıp ötümüz. Ularning hemmesi deliller bilen ispatlanganlık için Gunahi kebirler katarıda kelgen. Gunahi kebirlerinin bazıları akidede, bazıları insanın aklide, bazıları malda, bazıları ibadette, bazıları nesebke taalluk bolgan işlarda yüz beridi. Akidedeki Gunahi kebirler. Başta
gunohi kabirlar istig'for bilan kechirildi dedik. Ammo kechirilmaydigan gunohi kabirlar boshda zikr qilingan. U Allohga shirik keltirish. Allohga shirik keltirish eng katta gunohlardan bo'lib, u kechirilmaydi. Allah Qur'onda, ya'ni Allah haqiqatan Allohga shirik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimiki Allohga shirik keltirdi ekan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi degan. Sura Nisa 48-oyat. Dua ibodatning mig'zidir. İmam Muslim rivoyat qilgan. Demak, duoni Allohdan boshqa qilish bu shirkdir. Allah uni kechirmaydi. Aqidaga taalluq bo'lgan ba'zi gunohi kabirlar ustida to'xtalib o'tamiz. Ilmni bekitish, ya'ni shar'iy ilmlarni bekitish gunohi kabirlardandir. Ilmga, molga, ahdiga xiyonat qilish, umuman xiyonat qilish bu gunohi kabirlardandir. Bunun her biriga hujjat keltirishga vaqt yetmaydi, birodarlar. Allah subhanahu va taolo ahli ilmlardan ilmni bekitmaysizlar, bayon qilsizlar deb Sura Al-Imronda ahdi paymon oldi ve xiyonat to'g'risida Qur'oni Karimda, ya'ni ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar dedi. Sura Anfal 27-oyat. Hammasiga hujjat bor, ammo hamma hujjatlarni keltirmaymiz, birodarlar. Kahinni tasdiqlash, sehrgarni tasdiqlash, munajjimlarni, ya'ni yulduzga qarab xabar bergichilarni tasdiqlash, Allohdan boshqaning nomiga biror hayvonni so'yish, Allohdan boshqaga nazar qilish, sehrini o'rganish va uning bilan shug'ullanish, Allohning nomidan boshqa narsa bilan qasam ichish, bularning hammasi gunohi kabirdir. İslamning sirtidagi odamlar buning sirtida. Qaysi bir musulmon Allah'ın namıdan başka narsa bilen qasam ichsa, bu gunohi kabirdir. Özünün şerifi, farzandi, farishtalar, ulug' kishilarning nomi yoki biror tog', daraxtning nomi bilan qasam ichishning hammasi gunohi kabirdir. Musulmon kishiga la'nat etish, musulmon kishini dalilsiz kofir deyish, kofirligi aniq odamni kofir emas deyish hem gunohi kabirdir. Çünkü Allah ve Resulullah kafir deganni kafir deyishda shak shubhi qilmaslik kerak. Allah ve Resulullah'ның nomidan yolg'on so'zlash, mavdu hadislarni, ya'ni Resulullah sallallohu alayhi ve sellem tarafidan sahih bo'lmagan biror so'zni aytish, bu yolg'onchilikdir. Gunohi kabirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana hadisida men aytmagan so'zni da'vo qilgan odam o'ziga do'zaxdan bir kishilik o'rin hozirlaydi degan. Shuning uchun birodarlarga bu o'rinda shuni tavsiya qilamanki, hadis sharif o'qib berilganda hadisni rivoyat qilingan kitobni tutib turib, ham uning rivoyat qiluvchisini deb turib so'zlashni odat qilish kerak. Bizning darslarimizda o'tirib qo'yilgan hadislarning har birini kitobga qarab diqqat bilan aytib berayotganligimiz dal Rasululloh alayhissalomningki haqlaridan biror harfini o'zgartib qo'ymayli deganni maqsad qilganligimizdir. Hammamiz ham hadis rivoyat qilganda shu hadisni kim rivoyat qilgan, qaysi kitobda keltirilgan, hadis sahihmi, shuniga diqqat qilishimiz kerak. Allohning azobidan xotirjam bo'lish gunohi kabirdir. O'lgan kishi uchun yig'ilganda o'zini shapaloqlab urish,
ovoz silib yig'lab, Allah razı bo'lmaydigan so'zlarni aytish gunohi kabirdir. Xabarni inkor qilish, har xil tumarlar, ko'z munchoqlarni saqlag'uchi deb e'tiqod qilib, uyiga farzandiga isib qo'yish bu gunohi kabirdir. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim biror narsadan ajablansa yoki uyiga kirib xursand bo'lsa, Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah desin deb ta'lim bergan. Qur'oni Karim Sura Kahfda mana yani sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi deb beg'i yoki uyi ajablantirsa, mushu kalimani aytishni buyurdi. Xolos shuki, birodarlar, Rasululloh qaysi ishni buyursa, biz shuni tashlaganmiz. Qaysi ish gunoh bo'lsa, shuni olganmiz. Kishining jismi va aqliga taalluq bo'lgan gunohi kabirlar. Nahaq odam o'ldirish, insonni va yoki biror hayvonni ko'ydirib azoplash, ojiz kishilarga zo'ravonlik qilish, mana bu insonning jismi va aqliga taalluq bo'lgan gunohlardir. Ojizlarga kimlar kiradi? Yetimlar, o'z oilasi, xizmatchilariga hech narsa deyilmaydi deb ularga zo'ravonlik qilish, zulm qilish gunohi kabirdir. Hatto minadigan hayvonlarga ham zo'ravonlik, zulm qilishga bo'lmaydi. G'ayvat, chiqimchilik, fitna terish bular gunohi kabirlardandir. Ismining nima bo'lishidan qat'iy nazar, mast qilg'uchi ichimliklarni ichish, hayotdan bezor bo'lib zahar ichish, zururiyatsiz holda to'ng'iz go'shti yeyish, buni darslarimizda askartdik. İnson ochlikdan o'ladigan holatga kelganda hayotini saqlab qolish uchun ma'lum miqdorda to'ng'iz go'shti yeyish halol bo'ladi. Bular gunohi kabirdir. Bu gunohi kabirlarning ichiga apyun, duxor qatorliq hamma kashandaliklar kirdi. Bularning insonga ziyonli ekanligini musulmon, kofir, tiyublarning hammasi tan ilishgan. Ömür bo'yi kashandilik qilayotgan odam ham buning zarrini bilib turib kashandilik qiladi. Xususan bularni gunohi sag'ir deb davom qilish bilan gunohi sag'irlar ham gunohi kabiriga aylandi. Botil bilan jidal janjal qilish, o'z ra'yini ustun qilish uchun haqqa nohaq bilan qarshi chiqish, odamlarga zulm qilish, haqni inkor qilish, haqqa g'azablanish gunohi kabirdir. Musulmonlarga la'nat aytish, sahobalarni so'kish, takabburlik qilish, hokim oldida biror musulmonga azob berish uchun uning ustidan yomon gap qilish, timsol va suratlar bularning zururiyat bo'lganlaridan boshqalarining hammasi gunohi kabirdir, birodarlar. Moldagi gunohi kabirlar: yetimning molini yeyish, qimor, mayli uning nomlari qaysi tilda bo'lsin, o'g'irlik, yo'l to'sish, molni zo'ravonlik bilan tortib olish, poraxo'rlik, o'lchamda kam berish, biror mol yoki martabani qo'lga keltirish uchun Allohning nomidan yolg'on qasam ichish, bay'i oldi sotida aldash, ahdilarga vafo qilmaslik, yolg'on guvohlik berish, haddidan tashqari isrof qilish, bularning hammasi molga taalluq bo'lgan gunohi kabirdir. Vasiyat bilan zararlantirish. Masalan, o'zining bir qarz yo'qtirib, qarz bor deb vasiyat qoldirish. Bu vasiyat bilan zararlantirishga kiradi. Guvohlikni
bekitishlik. Erlerning oltindan üzük tipidagi narsalarning taqishi. Kiyim-kechakni o'shqidan oshgan darajada so'rab kiyish, bular gunohi kabirdir. İbadetlardagi gunohi kabirlar namozni tark etish, o'zrisiz namozning vaqtini o'zgartirib etish, zakat bermaslik, Ramazonda o'zrisiz ro'za tutmaslik, hajga qodir turib haj qilmaslik, Alloh yo'lidagi jihoddan qochish, ya'ni mol bilan, jon bilan bo'ladigan jihoddan qochish, juma namozini tark etish, amr ma'ruf, nahiy munkarga qodir bo'lgan odamning tark etishi, bavuldan ehtiyot qilmaslik. Bavulning turi ko'p. Bir odamning tozalanmasligi ham shuning ichiga kirdi. Jamoat namozini o'zrisiz tark etish. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini imomlikqa tayinlab, ondan jamoatga chiqmaganlarning uyiga o't qo'yibsam degan. Bularning hammasiga dalil keltirsak, vaqt uzun ketadigan bo'lganlik uchun ba'zilariga dalil keltirish bilan kifoyalandik. Aile nasabga taalluq gunohi kabirlar. Zina o'zining shar'iy nikohida bo'lmagan ayol bilan jinsiy aloqada bo'lishdir. Livat, na'udhu billah, bu erkeklarning o'zaro jinsiy aloqa bo'lishidir. Pokiza mu'min ayollarni nopoklikqa nisbatlash, ya'ni pok ayolini zina bilan tuhmatlash, ayol kishining zinnatlarini mahramlardan boshqalarga ko'rsatib yurishi, ayol kishining er kishiga o'xshab olishi, er kishining ayol kishiga o'xshab olishi, ota-onaga oqilik qilish, gunoh bo'lmaydigan ishlarda agar ota-onaning buyrug'i gunoh ish bo'ladigan bo'lsa, itoat qilinmaydi. Allah buyurgan yaqin qarindoshlaridan voz kechish, ayol kishining o'zrisiz o'z eriga itoat qilmasligi, shariat hukmlariga helin nayrang ishlatish, bular gunohi kabirlardir. Misolga olsak, ayol kishi 3 taloq qilingandan keyin u boshqa turmushlik bo'lmaguncha uning bilan turmush qilish mumkin bo'lmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Mana shuningga hiyla ishlatish yoki shariatni o'yin qilib hiyla nayrang ishlatish, mana bu gunohi kabirlardandir. Ayol kishining turmush o'rtog'i, ya'ni o'z erining yaxshiliklarini inkor qilishi gunohi kabirdir. Buni bir aytib o'tishimiz kerak. Nihoyat bir ayol kishi bu qanday gunohi kabira bo'lsin deb qilishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sadaqa qilinglar, chunki davzax ahlining ko'pragini ayollardan ko'rdim deganda, buning sababi nima deb so'ralganda, kufrlik qiladi dedilar. Ya Rasululloh, Allah ve onun Resulü'ne küfürlük kılışamdı deb so'ralganda, yo'q, erlerge küfürlük kılışıdı dediler. Bunun ma'nosi nima deb so'ralganda, ularga ömür boyu yaxshilik qilsang, yaxshiligingni inkor qilishidi dedi. Bu cehennemge sebep bo'ladigan gunohlardan bo'lganlik uchun uni gunohi kabirlardan sanaymiz. Bilib turib o'zini otasidan boshqaga nisbatlash, shundoq odamlar bo'ladi-ki, birodarlar, biror davlatman odamning milini miros ilish uchun uni dadam bo'ladi deb da'vo qilishadi. Buningga ajablanish behojat. Bugungi kunda dunyo uchun qilinayotgan ishlar uningdan kam emas, birodarlar. O'z ahlining zino bilan yurishiga rozi bo'lish, qo'shniga azor berish, ayollarning qoshlarini terishi,
Çaç ulushi, tishlarining orasini echib, zinnatlash, mana bu gunohi kabirlardandir. Yuqorida ba'zi gunohi kabirlarni eslatib o'tdik. Bu gunohi kabirlardan ishtiroq qilish bilan Allah subhanahu va taala boshqa gunohlarni mag'firat qiladiganligini va'da qildi. Bu yerda tilga olganlarimiz gunohi kabirlarning hammasi emas. Vaqtning qisqaligi sababli bu yerda ba'zi gunohi kabirlarni tilga olmadik. Ba'zilarida avvalgi darslarimizda so'zlanganligimiz bilan kifoyalandik. Masalan, g'ina va muzika gunohi kabirlardandir. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Luqmonda, ya'ni ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxir qiladi. Ana shular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi, deydi. Sura Luqmon 6-oyat. Mufassirlarning ko'plari lahval hadisdan maqsad g'ina va muzikadir deyishganlar. Abdullah ibn Mas'ud uni g'ina degan. Hasan Basri bu oyatni g'ina haqida nozil bo'lgan degan. Allah Qur'onda yana shaytonga xitob qilib, ya'ni ularning ichidan qo'zg'ata oladigan leki odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atgin degan. Sura Bani Isroil 64-oyat. Mujahid mushu oyatning tafsiriga ishora qilib, buningdan maqsad g'ina degan ekanlar. Mast qilg'uchi ichimlik insonning jismini kardan chiqarsa, g'ina va muzika insonning ruhini kardan chiqaradi. Hayotni bir hazali narsaga aylantirib qo'ydi. Hayotdagi hamma narsani astin chiqaradi. G'ina mutlaq mumkin emasmi? Yoki uning mumkinchilik yeri bormi? Ba'zi ilm o'qigan kishilarning g'ina muzikani yaxshi ko'rganligi sababli uningga kech-kunduz dalil izlab, bilmasdan uning hujjat bor deb qo'ymaslik uchun men bu yerda shu vaqtda bir narsa o'qib bermoqchiman. G'inani mumkin degan kishilar Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisni dalil qilishidi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hujrasiga kirdim. U kishining oldida 2 jariya bor edi. Arab tilida balog'at yeshiga yetmagan bola jariya deyiladi. U ikkisi dof deb jildirma urib turishgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdi-da malomat qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni o'z holiga qo'y. Har bir qavmning hayiti bayrami bo'ladi. Bizning bayramimiz shu kun dedi. Bu hadis İmam Buxoriyning Jami sahihlarida keltirilgan. İmam Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan bir sahih hadis borki, halol bilan haromni ajratib turuvchi narsa duf, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek duf chelish va nikoh vaqtida ba'zi tovushlarni chiqarib, ya'ni shariatga xilof bo'lmagan ba'zi she'rlarni aytib turishdir. Japoliq ish ustida ba'zi islomiy nashidlar va islomiy ruhni ifodalaguvchi she'rlarni o'qish shariatga muvofiq ishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandak ko'llayotganda ishlagan kishilarning ruhini ko'tarish uchun Abdullah ibn Ravohining "Ey Allah, yashash hayot faqat oxirat hayotidir. Oxiratdagi yashash haqiqiy yashashdir. Ansorlar va muhojirlarning gunohini o'zing mag'firat qilgin" degan she'rni o'qidilar. Ansorlar buni eshitishib
Muhammed aleyhisselam bilen cihatga bay'at qilganlar bizmiz. Qachonki hayot tirik bo'lsak deb she'r bilan javob qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Handak qo'layotganda yana Abdullah ibn Ravohining bu she'rini o'qidi. Alloh qasamki, Allohning hidoyati bo'lmasa biz hidoyatlanmasdik. Ro'za ham tutmagan bo'lardik. Namoz ham o'qimasdik. Bizga amonlik tushirgin, dushmanlar bilan ro'baro bo'lganimizda qadamlarimizni mustahkam qilgin. Mushriklar bizga tajovuz qilishdi. Agar dinimizdan bizni oldirmoqchi bo'lsa, biz bosh tortimiz. Rasululloh bosh tortimiz deganlarida sahobalar bosh tortimiz deyishadi. Muttafaqun alayh. Mana bu bizga ba'zi jafoliq ishlarda Alloh va uning rasulini zikr qiladigan ba'zi she'rlarni o'qishga ruxsatning borligini bildirdi. Chunki u ishlayotgan kishilarning ishini yengillatadi. Ruxsat berilganligi to'g'risidagi gaplar mana mushulardir. Buni butun shaytoniy yig'ilishlarga asos qilish to'g'ri emas, birodarlar. Bir kishi buni yaxshi ko'rib qilmoqchi bo'lsa, uni shariatga bog'lamasdan mening tabiatim shu deb qilaversin. Bizning shuni qilayotgan odam bilan ishimiz yo'q. Ammo u islomning shu haqidagi javobini bilmoqchi bo'lsa, javob mana shu. Tasvir va timsollar haqida, ya'ni surat va jonliq narsalarning shakllari haqida aytib o'tganimizdek, sura Nuhda tilga ilingan butlarning hammasi Nuh alayhisalomning qavmidagi solih kishilarning nomi bo'lib, ular olamdan o'tgandan keyin ularning shakllari qilinib, ularga ibodat qilinganligini oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Ya'ni ular ma'budlaringlarni hargiz tark etmanglar. Vadni, Suvani, Yag'usni, Ya'uqni va Nasrini hargiz tark etmanglar dedi. Sura Nuh 23-oyat. Vad, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasr bularning hammasi Nuh alayhisalomning qavmida o'tgan solih kishilarning nomlari bo'lib, keyingi avlodlar bularga ibodat qilishib olgan. Bu yerda surat haqida shuni aytamizki, hadis shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abu Talibga biror bir jonliq narsaning shaklini ko'rsangiz, tikislab keting va qabrlarni pastlab yerga yaqin qilib keting deb buyurdilar. Yana bir rivoyatda biror surat ko'rsangiz, bo'yi yetib keting dedilar. Chunki bu suratlarning hammasi bizlarni shirkka ilib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildilarki, Aisha radhiyallohu anha bir raxt setib oldi. Buningda suratlar bor edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ko'rganlarida darvoza oldida turib uyga kirmadi. Ham chiroyida yiqimsizlik ko'rildi. Aisha radhiyallohu anha Alloh va uning rasuliga tavba qilaman, nima gunoh qildim deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu nima mata deb so'radi. Aisha radhiyallohu anha uni sizga to'shak qilib berish uchun setib oldim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu surat egalari qiyomat kuni o'zinglar yaratgan shu narsaga jon kirgizinglar deb azoblanadi. Surat bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi dedi. Muttafaqun alayh. İmam Buxoriy keltirgan boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda suratlarni ko'rganda shu surat yo'qtilmoqcha uyga kirmagan. Bundan boshqa hadislar yana bor. Bu suratlar, ya'ni
bu yerda tilga ilinayotgan suratlar hayosiz suratlar emas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana mushundoq suratlar bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi degan. Hozir bo'lsa taqilayotgani hayosiz suratlardir. Bu narsalar birodarlar avvalda jinoyat edi. Mubada bir kishining hayosiz suratlarni ko'tirib kelayotgani bilinsa, jinoiy javobgarlik tortiladi. Hayosiz o'yinlar ham jinoiy javobgarlik tortiladi. Bu narsalarning diniga bo'lgan qattiq zararini hech kim bilmagachga bizga qarshilik bo'lmagan. Bu narsalarning dinning asosini yo'qotadiganligi bilingandan keyin bizga ko'p joylarda ruxsat bo'lib ketdi, birodarlar. Sahuniya mana mushundaq suratlar orqali dinni odamlarning qalbidan yo'q qilib tashladi. Hayosiz suratlarni ko'rish bilan zo'qlangan qalbda Allohning muhabbati bo'lmaydi, birodarlar. Surat ba uyga Rasululloh kirmasa, endi u suratlar bugungi kundagiga o'xshash pulga setib olinsa, ham uyga o'z ixtiyori bilan elib kirilsa va tomosha qilish uchun soatlab ko'rilsa, undaq uyda farishta bo'lmasligida shak shubi yo'q, birodarlar. U yerda faqat surat va shu suratga o'xshagan maxluqlar bo'ladi. Shuning uchun hayosiz suratlarni shar'iy jihatdan cheklangan deb bilishimiz kerak. Ham bu jihatda Rasulullohdan o'rganishimiz kerakki, Rasululloh surat yo'qotilmaguncha surat ba uyga kirmagan. Ulamolar odamda namozda 5 martabalik bo'ladi degan ekanlar. O'zimizni tarbiyalaydigan namozni bilish uchun shu narsani o'qib bermoqchiman. Birinchi martaba o'ziga zulm qilgan namozxonning martabasidir. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Fawaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun." Ya'ni shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi, namozni riyo bilan o'qiydi deydi. Sura Maun 4-5-6-oyat. Bundaq kishilar namozning butun rukunlariga rioya qiladi. Tahoratga ham rioya qiladi, lekin o'zining qalbidagi vasvasa bilan kurashmaydi. Nima xiyol bo'lsa, o'zini qo'yib berdi. Mundaq deganlik xiyoliga bir narsa kelmaydi deganlik emas. İnsanlar bo'ladi ekan, qalbiga bir narsa kelishga shayton vasvas qiladi. Lekin bundaq kishilar dal shu xil vasvasa bilan kurashmaydi. Xiyoliga nima kelsa qo'yib berdi. Mana bu ikkinchi odam. Birinchi odam azoblanadi, birodarlar. Ikkinchi odam o'zidagi vasvasa bilan kurashmaganligi uchun hisob berdi. Uchinchisi namozning hududlari, rukunlari va vaqtiga rioya qilgan, vasvasini dab'i qilish uchun shayton bilan kurashgan odam bo'lib, shayton vasvasasini to'xtatmaydi. U kishi shaytonga qarshi mujodilani to'xtatmaydi. Bu odam o'zining ashaddiy dushmani shayton bilan doim mujodala qilg'achqa, u ham namozda ham jihatdadir. To'rtinchi odam namozning hududlari va rukunlarini komil qilgan holatda namozga turdi. Qalbini butun hududlarga rioya qilish uchun bag'ishlaydi. Biror bir narsani zoya qilib qo'ymaydi. Butun maqsadi bilan namozni barpo qilish uchun tirishadi. Mana bundaq odam Rob Taologa haqiqiy banda bo'layotgan kishidir. Bu odam albatta savoblanadi. 5-toifa namozga turdi.
o'zini go'yoki Allohning huzuridagidek his qiladi. Allah subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qiladi. Allohning muhabbati va azamatini ko'rib turgandek ibodat qiladi. Uningda vasvasa bo'lmaydi. Mana bu odam Allohga muqarrab, yaqin bo'lgan odam hisoblanadi. Avvalgi ikki namozxon bilan oxirgi ikki namozxon bir safda turib namoz o'qigani bilan ikkisi o'ttirsida mashriq bilan mag'ribchi farq bor, birodarlar. Kimiki oxirgi ikki holatni o'zida barpo qila olsa, namozda quvonch paydo bo'ladi. Xuddi Alloh bilan muloqot bo'lgandek bir lazzat, xushallik bilan namozdan chiqadi. Shunga birodarlar, biz ömrimizni har xil safsati bilan o'tkazishning o'rniga shu 5 vaqt namoz bilan o'zimizni tarbiyalashni g'animat bilishimiz kerakki, u hayotimizning hammasini ibodatga aylantiradi. Agar namozga rioya qilinsa, odam hayotining hammasini ibodatga aylantira oladi. So'ralgan savollarga javob. Bu yerda bir kishi iymonning haqiqati haqida so'rab bir xat yozibdi. Iymonning haqiqati to'g'risida ba'zi kishilar ong, tafakkur haqida bahis yurgizishganlar. Shunga ular iymonning haqiqatini aralashtirib so'zlaydi. Biz tövende iymonning haqiqatining nima ekanligi haqida ra'yimiz bo'yicha emas, kitobiy sunnatga qarab turib tushuncha bermoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Harf ismlik sahabiga qandoq tong otqizdingiz? Ey Harf deganda u haqiqiy mu'min bo'lib tong ottirdim dedilar. Shunda Rasululloh iymoningizning haqiqati nima deb so'radi. Harf aytdiki, agar ma'siyat ustida bo'lsam, jahannam ahli orasida ekanligimni tasavvur qilmoqchi bo'lsam, uni tasavvur qila olmayman. Ya'ni xuddi jahannam ichida azoblanayotgandek holatni tasavvur qila olmayman. Allohning buyruqlarini ijro qilganimda jannat turg'inimni tasavvur qilmoqchi bo'lsam, jannatni ko'z oldimga keltirib tasavvur qila olmayman dedi. Rasululloh iymonning haqiqatini tepsiz mahkam tuting dedilar. Iymonning haqiqatini kengaytib o'ltirishning hojati yo'q. Iymonning haqiqatini ong, tafakkur degandek ba'zi bir falsafiy fikrlar orqali tushuntirish to'g'ri bo'lmas kerak. Chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir ulug' sahoba o'rtasida o'tgan bir suhbatdir. Bu kishi haqida ko'rganlar aytadiki, bu kishini ko'rdim. Uning peshonasi uzoq sajdalarda turg'achqa tuygining ko'zasiga o'xshab ketgan edi. Sahobalarni radiyallohu anhu deymiz. Tabiinlarni rahmatullohi alayhi deymiz. Chunki sahobalar Qur'oni Karimda radiyallohu anhu deb atalgan. Bu yerda azon bilan takbir o'tirisidagi namoz to'g'risida so'rilibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki azon bilan takbirning o'ttirisida namoz bor deb 3 marta aytib bo'lib, oxirida xohlagan kishiga dedilar. Bir odam xohlasa azon bilan takbirning o'ttirisida 2 rakat namoz o'qisi bo'ladi. Bu majburiy emas. Shunga o'qiganlar, o'qimaganlarga g'alati nazar bilan qaramaydi. Endi ba'zi kishilar mag'rib namozining farz sunnatlari o'qilib bo'lgandan keyin yana 2 rakat namoz o'qiydi. Ammo bu vaqtda biror hadis ko'rganimiz yo'q. Buni o'qiganlardan so'rab beqish kerak.
Birisi Peygamber aleyhisselamның ismi tilg'i ilinganda egilib ta'zim qilish to'g'rimi deb so'rabdi. Birodarlar, bu narsani biz to'g'ri tushunishimiz, darslarimizdan foydalanishimiz kerak. Ba'zi narsalarning ruhini tushunmasak, ko'pincha holda xato tushunib qolamiz. İmam Malik biror hadis rivoyat qilganda Rasulullohning tilga olgandan boshlab chiroy o'zgarishga boshlaydi ekan. Yoki biror kishi hadis so'zlab Rasulullohning ismi tilga ilinsa, chiroy o'zgarib, holati boshqacha bo'ladi ekan. Hatto bu kishining oldida hadis rivoyat qilinganda boshqalar uni Rasulullohning nomini anglasa o'zgarib qoladi deb nihoyat ehtiyot qilishadi ekanlar. Boshqalar uningdan nimishqa mushundoq bo'ladiganligini so'raganda, u men ko'rgan narsani ko'rganinglarda buningdan ajablanmagan bo'ladinglar degan ekanlar. Said ibn Munzir bo'z kerak, u kishi hadis rivoyat qilganda Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan yig'ilib, ing'ishib qolar ekanlar. Mushuning o'xshash ba'zi muhabbatlar boshqacha ruhda bo'ladi. Shunga har bir narsaning zohiriga qarab baho berishga bo'lmaydi, birodarlar. İmam Malik bir hadis rivoyat qilsa, tahoratlik bo'lib, qiblaga qarab, usti boshlarini o'ngshab, xushbo'ylanib turib, ondan hadis rivoyat qiladi ekanlar. Ya'ni payg'ambarimizning so'zlariga shunchalik hurmat ko'rsatgan ekanlar. Endi Peygamber aleyhisselam'a bo'lgan hurmat oldi bilan u kishiga ergishish bilan bo'ladi. U zotlar hamma jihatda Rasululloh ergashganlar. Endi ularning u holati qalbidagi muhabbatning natijasida ixtiyorsiz yo'sinda bo'lgan. Shunga biz mu'min haqida yaxshi gumonda bo'lamiz. U kishi belki Resulullah'a bo'lgan muhabbati sabablik shundoq egilgan bo'lishi mumkin. Xatni o'qiy olmag'achqa ba'zi savollarga javob bermadik. Alhamdulillah. Yuqorida Abduveli Qori rahimahullah derslerinden tallanmalar gunahi kebirler to'g'risida degan temini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.